tozalagich-ku. Nima? Hojatxona cho'tkasi cho'tka. Haligi u hojatxonadagi bo'qlarni. O'zingcha nimalarni mig'irlayapsan, jinni? Hozir ko'tingga mana shuni tiqib qo'yaman, gandon. Qochib qol. Unga nima bo'ldi? Nega birdaniga qo'rqib ketdi? Bu nima asbob ekanligini bilmayman, lekin juda ham kuchli qurol ekan. Dostlar, shunaqami? Sizlar ham bir-biringizga boqotinglarmi? Hozir kulgida yorilib ketaman. Mana bularni taxrat sharmanda qildi. Nima, men qo'limda bo'q bilan mana bu odamni quvlab yurdimmi? Yana buni kuchli qurol deb maqtanib ham yurdim.